Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun yana bitta chizel kultivasiyamiz tayyor bo'ldi. 76 ga Zubur 1105 4 bolaligiga tayyorladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 76 agatga tushadigan bo'ldi. 3 ta agatga tushadigan bo'ldi bu. 76 agatga. Endi bu hozir mana 3 ta ochari bilan beryaptik. Odamga 2 ta g'ildirak qo'ydik. 2 ta aldiga chizel kultivasiya uchun zamoq qo'yib berdik. Ulaydigan joyini qilib berdik. Har doimgidek vint qo'ydik. Umumiy razmeri, buni umumiy uzunligi 165 sm bo'ldi. Xo'p, bu joydan bu joygacha hozir 152 sm. Xo'sh, mana umumiy ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, buni narx-navosi ocharlari 320 ming so'mdan har donasi, g'ildirag'i 100 ming so'mdan bo'ldi. Pachemniyli g'ildirak qo'yildi. Zavodskoy mana. Pachemniyli g'ildirak qo'yildi. Bunda hozir umumiy 8 ta zamoq qo'yildi. Bu men bu yerda mana hozir o'qariq ochishi mumkin. Xo'p, ag'ir narsalarni chetga ilsa, traktorga ham kuch kelmaydi, bu chizelga ham oshiqcha kuch kelib qolmaydi. Shuning uchun bu yerga ham zamoq qo'ydik, bu yoqqa ham zamoq qo'ydik. Shunaqa chizellar, ocharlar, g'ildiroqlar, lapka, stoykalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimizni qoldiramiz. Usta Avazbek xizmatingizda.